Assalomu alaykum aziz qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan juda muhim va og'riqli bir mavzuda suhbatlashamiz. Ba'zan hayot sinovlari bizni shunday qisadiki, yelkamizdagi qarz yuki tog'dan ham og'irroq tuyuladi. Tunlari uyqungiz qochib xavotirdamisiz? To'xtang. Bu video siz uchun bir najot eshigi bo'lishi mumkin. Qarz bu faqatgina pul yetishmasligi emas, bu qalb xotirjamligini o'g'irlovchi bir zanjirdir. Lekin unutmang, har qanday qulfning kaliti bor. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam eng qiyin damlarda ham umidni uzmaslikni va maxsus duolar bilan Allohdan yordam so'rashni o'rgatganlar. Hozir men sizlarga bir mo'jizaviy duoni o'rgataman. Bu duoni Hazrati Ali roziyallohu anhu o'rgatganlar. Arabchasini bilmaganlar biz bilan birga qaytarsizlar. Allohumma kifni bi halalika an haramika va aghnini bi fazlilika aman sivaka. Buning ma'nosi: Allohim, meni halol rizqing bilan haromdan kifoyalantirgin. O'z fazling bilan o'zgalardan boshqalarga muhtoj qilmagin. Azizlar, faqat duo qilish kifoya emas, qarzdan qutulishning 3 oltin qoidasini ham unutmang. Birinchidan, har bir qilayotgan amalingizdan Alloh yordam beradi deb chin dildan ishoning. Ikkinchidan, eng kichik isrofdan ham tiyiling, chunki baraka tejamkorlikda. Uchinchidan, istig'forni ko'paytiring. Kim ko'p istig'for aytsa, Alloh uning yo'lini kutmagan tomondan ochib qo'yadi. Ushbu duoni hozir saqlab qo'ying yoki duoni skrinshot qilib oling. Uni har namozdan keyin tongda o'qishni odat qiling. Agar videomiz sizga biroz bo'lsa-da tasalli bergan bo'lsa, uni yaqinlaringizga ham ulashing. Zero kimgadir yaxshilik, sig'inish baraka kalitidir. Kanalimizga obuna bo'ling, qalbingiz hamisha sokin bo'lsin. Omon